Ko'pchilik qiziqish bildirgan birinchi mikrorayondagi ushbu raqamli xonadonlar sotuvini e'lon qilamiz. Siz videoga like bosib oxirigacha ko'rib turing. Batafsil uylar haqida ma'lumot beraman. Bino umumiy 8 qavatdan iborat bo'lib, to'liq gazobli qurib bitkazilgan, zamonaviy liftlar bilan jihozlangan hamda 35 ta xonadonni o'z ichiga oladi. Xonadonlarimiz eshiklari shunaqangi barmoq skaner orqali ishlaydigan zamonlar bilan jihozlangan hamda liftda chiqib tushish uchun har bitta xonadon egasiga shunaqangi kartochka ham bo'ladi. Kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya jihatdan umuman muammosi yo'q. Infratuzilmalar bo'lsa, maktab, bog'cha, bolalar uchun mo'ljallangan sport majmua, ya'ni tennis kort hamda basseyn yonida joylashgan. Kvartiralarimiz 1 va 2 xonalik, 45, 75 hamda 80 kvadratdan iborat. Ko'rib turganingizdek shunaqangi korobka holatda topshiriladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr narxi 4-qavatgacha $700 dan va 4-qavatdan tepasi $600 dan hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek ekranlarda bemalol narxlarni chiqarib qo'yganman. Dollarda hamda so'mda bemalol screenshot olsanglar bo'ladi. Shunaqangi birinchi mikrorayondan uy sabrgan odamlarga, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Manzilga keladigan bo'lsak, birinchi kishida ham joylashgan. Bu tarafdan kelganingizda konechka bozorjon oldidan kirasiz. Bu tarafdan bo'lsa issiqlik tarafdan kirganda delfin basseyni oldida joylashgan. Kvartiralarimizni faqat 100% to'lov asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Xonadonlar soni cheklangan, shuning uchun hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi hamda Qadamjoy sayfasiga hoziroq obuna bo'lib qo'ying.